Sizni 3 oylik nevralgiyasini qancha vaqtdan beri og'riysiz? 17-yil Toshkentda operatsiya qildirdim. Shu mana 24-yil oxirlariga kelib, yana sekin-sekin og'riq boshlandi. O'sha o'ng tarafimda. Qilgan xizmatlaringizga rozi bo'ling. Salomat bo'lingsizlar, opa. Yaxshi joylarda ko'rishaylik endi. Sizni familiyangiz nima? Alibayeva Qumra. Sizni 3 oylik nevralgiyasini qancha vaqtdan beri og'riysiz? 2004-yil ham og'riq boshlagan. 2004-yil. Og'riq qaysi tarafdan boshlangan birinchi? Chap tarafda. Bu yog'ingizda? Keyin nima bo'lgan? Operatsiya qildirganmisiz? 17-yil Toshkentda operatsiya qildim. Quloq orqa tarafida. Keyin shu bilan bezovta qilmadi tarafga. Bezovta qilmadi. Shundan 19-yil sizlarga keldim. 2019-yilda bizga keldingiz. Og'riq o'ta kuchli emas edi. Og'rib turgandi. Og'rimay turgan paytda qildirib olay deb kelganman. Men tushunmagandim endi. Keyin men sizga aytdim, ozgina sabr qilib turing. Agar og'riq qolib ketsa, tegmaymiz. Agar og'riq kuchayib ketsa, og'riq to'xtamay qoladigan bo'lsa, keyin operatsiya qilamiz dedim sizga. 2019-yilda. Keyin shu bilan qaytib ketdingiz. Keyin uyga borgandan keyin 2020-yilda og'riq kuchayib ketdi sizda. Ertalabgacha pristup bo'ldi, to'xtamasdan. Keyin qayerga bordingiz? Toshkentga borib yana operatsiya qildirdim. Shu operatsiya qildirgandan keyin qanday o'zgarish bo'ldi sizda? Yaxshi, og'riq yo'q edi. Shu mana 24-yil oxirlariga kelib, yana sekin-sekin og'riq boshlandi. O'sha o'ng tarafimda. Og'riq kuchayib boshlaganidan keyin yana keldim sizlarga. Qanday og'riq bo'ldi sizda o'sha tarafingizda? Birinchi tishim og'riganday bo'lib yurdi. Og'riq bo'lib turdi. Tishimni yuvib olmay qoldim. Bu tarafdan ovqat ham yey olmadim. Tish milkimda og'riq bo'lib yurdi. Keyin bir 4-5 kun avval уже pristup berib boshladi. Qizib kuyganga o'xshab, tez pristup boshladi. Kelishimdan oldin ham har 2 soatda bizdan karbamazepin yeb. Siz operatsiyadan keyin karbamazepin ichib yurdingizmi? Yo'q. Ichib to'xtatib qo'ydingizmi? To'xtatgan edim. Bunga endi ixlos qilib keldim sizlarga mana. Mana kecha keldingiz. Hamma narsani sizga tushuntirdik. Xudodan so'rab operatsiya qildik. Mana Xudo shifo berdi. Yaxshi bo'lib qoldi. Og'riqlar yo'q. Bizgacha ham nechta bemorlarni ko'rdingiz. Mana sizdan keyin opa, bizda biz 1,5 mingdan oshiq odamni operatsiya qildik. Siz kelgan vaqtda 400-500 odamni operatsiya qilgan edingiz. 100-100dagini olib tashaverasiz. Endi ko'chirib tashlaychi, bu yoqqa qiling. Ha, bo'ldi. Operatsiyangizni nimasi endi ko'rsating bu yoqqa. Joyini ko'rib qo'y, operatsiya joyini. Mana shu joydan nima qiling. 100 yursangiz bo'laveradi. Aniq suvda yuving bir hafta, sovuqda ehtiyot qilib turing bir haftacha. Xo'pmi? Bu sizga operatsiya bo'lganligi haqida hujjat. Qizlar menga pechat bosib beradi. Yaxshi aytib oling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Telefon qilib turaverasiz menga. Agar men olmasam, qaytarib qilib olaman. Telegramda yozarman. Ha, Telegramda yozsangiz bo'laveradi. Xo'pmi? Rahmat. Ivanov. Qilgan xizmatlaringizga rozi bo'ling. Salomat bo'lingsizlar, opa. Yaxshi joylarda ko'rishaylik endi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mayli. Yaxshi Rahmat, ko'p yashang. Xo'p.